Assalomu alaykum akalar, qadrli obunachilar. Ko'pchilik molga, qo'yga, qo'tirga deb nima qilsa bo'ladi deb so'rashadi bizdan. O'shani video qilib o'tib ketmasak bo'lmaydi. So'raganlarga videosini jo'natib qo'yamiz, o'zlaring ham jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. YouTube kanalimizga qo'yamiz. Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, mana shu maz qo'tirga bemalol surkasalaring maz bo'laveradi. Qo'tirni yo'qotadi mana shu. Ko'pchilik qo'tir uchib qolsa nima qilamiz deb so'rashadi. Shuning uchun video qilyapmiz. Xo'sh, endi ukari ham bor qadrli obunachilar. Vaksinasi bu. LTF 130 ekan mana shu. Shuni ukar qilsalaring qo'tirni to'kadi mana shu. Xudo xolasa qo'tir to'kadi qadrli obunachilar. Ichida qancha ukar qilinadi, o'sha hamma yo'g'i yozilgan qog'ozda. Mana shuni ishlatasizlar. Keyin mana buni ichki qurtlarga, tashqi ichki parazitlarga mana shu qo'tirga ham bo'lar ekan, o'rmangiz. Qo'tirda ham yo'qotargan mana shu ham qadrli obunachilar. Mana shuni ham bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Shuni ham tavsiya qilishyapti.